boshlaymiz. Haydisi birinchi kitob birinchi mavzusini nechidan savol aytinglar. 5. Birinchi mavzudan 5 mi? Birinchi mavzuni oching, birinchi mavzu. Savol yo'qmi? 26. Chek bormi 26 ta? 23. 4 tane nechta ekan? 1009. 4 ko'paytirilgan 1000. Qanaqa jadvalda 4 kira 9 degani 9 ta 4 ni bir-biriga qo'sh degani. Endi 1019 ta 4 qo'shish nechi? 4076 ekan. Tushunarlimi? 26. 17 ayrilgan 6 plus 17 ayrilgan 6 17 ayrilgan 6. Qarang nima deyapti. Ana shu yerda 48 ta son bor deyapti. Son. 17 bitta son. 17 bitta son, 6 bitta son, 2 ikkita bo'ladi. Jam 48 ta sonni biz sherik qilib chiqamiz ikkita. 24 ta juftlik bo'ladi, ha? 24 ta nechi? 11. Arda saymas 11. 2 4 6. 260. Yaxshi, keng savol. 29. 60 plus 60 plus 60 olmishdan necha ekan javobi? 3000 ekan. Yig'indidagi barcha 60 sonlari 70 ga o'zgartirilsa, yig'indining qiymati nechaga teng bo'ladi? 3000 ga 60 ga bo'lamiz. 60 dan nechalarni topamiz bo'ldi? X ta bor-da. 60 kara x teng necha? 3000. 3000 ni 60 ga bo'lamiz. 50. Nechta bor ekan qo'shiluvchi? 50 ta 60 ta o'rniga 50 ta 70 olamiz endi. 50 kara 70 bo'ladimi? 3500. Oldin necha edi? Qanchaga o'rtibdi? 500. 500 ga o'rtadi. Javobi 500 ga o'rtadi bo'ladi o'quvchi. Nechaga teng bo'ldi? Bizlarga qanchaga o'rtadi degan. Tushundingmi? Yo'q, nechaga teng bo'ladi degan ekan. Javob 3500 bo'ladi. Agar qanchaga o'rtadi desa 500 taga o'rtadi deyiladi. Keng savol. Birinchi mavzusi. 108 dan kichik bo'l. 61 dan kichik bo'l masalalardan yo'qmi savol? Yo'q. 61. Xo'p, 61 dan 65 gacha berilgan qo'sh tengsizliklarni qanoatlantiruvchi barcha natural sonlarni yozing dedi. Natural sonlar. Qaranglar. 1 dan katta yoki teng va 9 dan kichik yoki teng bo'lgan barcha natural sonlarni aytinglar. 1 dan 9 gacha. 1 2 3 4 5 9 ham kiradi. 1 ham kiradi, 9 ham kiradi. Chunki bu noqat'iy tengsizlik. Agar 1 dan katta, 9 dan kichik desaydi, 2 dan 8 gacha o'raydi. Tagiga chiziqcha bo'lsa o'lchab Noqat'iy tengsizlikda. Katta yoki teng bo'lsin, kichik yoki teng bo'lsin. Teng bo'lsa ham mayli deyapti-da u. Mana ikkinchisi 2 dan 7 gacha degan 3 4 5 6 ni olasizlar. 63. 63 3 ni olmaysizlar. 3 ga teng bo'lmasligi kerak, 8 ga teng bo'lsa mayli. 4 5 6 7 8 ni olasizlar. 65 gacha bir xil. Bu yoqdan savol aytaman. 66 70 gacha bormi? Quyidagi bergan son nechta natural son qatnashgan debdi. 66. Olmaz buraya. 1 2 3 1 dan 46 gacha. Nechta natural son bu? 46 dan 1 ayriladi. Yo'q. 1 dan 46 gacha bu shuncha. 46 ta bu tamam. Yo, o'ndan 46 gacha desa. Ha, shunday qilsa. 2 ham kirsa. Mana demoqchi bo'lganlar. O'ndan 46 gacha deyapti. Ammo 4 cha qavs qo'yilsa, o'n ham 46 ham kiradi. Necha son bo'ladi? 307 ta. 46 dan 10 ni ayirib javobiga 1 nima qilaydik? Qo'shib qo'yamiz, chunki ikkovi ham kiradi. Javob necha bo'ladi? 307 ta bo'ladi. Agar buna bo'lsa, bittasi kirsa, bittasi kirmasa, ya'ni 10 dan boshlaysan, 45 gacha borasan, 10 ni o'zini ololmaysan. Nima qilamiz? 46 bo'lsa qancha? 46 dan shunchaki 10 ni nima qilamiz? Ayirib qo'yamiz. Javob necha bo'ladi? 306 ta. 106 ta. Agar 10 dan 46 gacha desa, 10 ham 46 ham kirmasa. Nechta bo'ladi endi? 46 dan 10 ni ayirib javobdan birini ayiramiz. 35 ta bo'ladi. Oson topish usuli. Kattaroq sonlar bergan payt shulardan foydalanasizlar. Tushundingizmi? Ikkovi ham kirsa, kattasidan kichigini ayirib javobiga birini qo'shamiz. Bittasi kirsa, bittasi kirmasa shunchaki ayirib qo'yamiz. Ikkovi ham kirmasa, kattasidan kichigini ayirib javobdan ham birini ayiramiz. 69 23 24 va 126 dan hozirgi misol 23 dan nechaga? 124 gacha. 23 da ham 124 dan hisobga olasan. Nima qilamiz? 123 dan 23 ayirib Birini qo'shamiz.
Yo'q, 102 demaydi. 102 mi? İkide. Nechta son bor ekan? 102 ta. Yaxshi. Ketdik. 71 dan 75 gacha. Oddiy hisob kitob ekan, bular. Yo'q, 76 dan 80 gacha bormi? Xona birliklarini ham bilasizlar. Xona birliklari degan. Ikki qaysi xonada turibdi? İkide iki bu bir. Birinchi ikkini aytaman. Misol 221 ming 57. To'g'rimi? 100 binden kurması. Ha, 200 ming qo'shilgan 20 ming qo'shilgan 1000 qo'shilgan 50 qo'shilgan 7. Xona birliklarida ikkita 100 ming TL ana shuni yozib chiqasizlar. Ketdik savol yana. Bu diktallar 81 82 83 lar. Qo'yish yana 96. 96. Joy tugab turibdi. 96 dedingizlarmi? Qarang, 96-inchisi. 1 dan 99 gacha bo'lgan sonlar ketma-ket bitta son kabi yozildi. 1 dan 99 gacha qarang. 1, 2, 3, 4 katta son yozilganda 98, 99. Xo'p. Necha xonali son hosil bo'ldi? Avval bir xonaligan nechtalagan Zo'r savol, ko'p kerak bo'ladi. Masalaga ham kerak bo'ladi. Kitob betlarni sahifalash masalasi bor-ku. Shunga kerak bo'ladi. 1 dan 9 gacha yozib chiqsang, nechta xona ketadi? 9 ta xona. Nechta raqam ishlatilsa, o'shancha xona. Katak daftarga yozib chiqsalar, 9 ta katak ketadi, to'g'rimi? Endi 10 dan 19 gacha yozib chiqsalar. 20 ta. 10 dan 19 gacha nechta son bor? 20 ta. 10 dan 19 nechta son? 10 ta son bor, ha? 10 ta son 2 xonali nechta bo'ladi? 20 ta. 20 ta. Endi xuddi 10 dan nechigacha? 99 gacha-da? Hammasi 2 xonalik sonlar. Nechta son bor 10 dan 99 gacha? 99 dan 10 dan ayir javobiga birini 90 ta son bormi? 90 dan necha xonalik? 2 xonali. 2 xonalik ikkiga ko'paytiramiz. 180. 180. Birinchi 9 dan qo'shamiz. 180. Nechta bo'lar ekan? 189. 189 xonali son hosil bo'lar ekan. 1 dan 99 yozib chiqsalar. Javobdan tekshirib ketinglar qasdan. 96 dan keyin nechi? 96 dan keyin bor misol qanaqa? Nechta turli raqamni 4 xonali son solish mumkin degan 97 ga boshqa o'tirma. 98. O'quvchi birinchi kuni bitta, ikkinchi kuni ikkita, uchinchi kuni 3 ta masala eshitdi va hokazo. 20-kuni jami nechta masala eshitgan deyapti. 1 dan 20gacha nima qilamiz? Qaranglar. Birinchi kuni bitta, ikkinchi kuni ikkita, uchinchi kuni 3 ta, to'rtinchi kuni 4 ta masala eshitdi. U dastlabki 20 kunda jami nechta masala eshitgan? Birinchi kuni bitta eshitgan, ikkinchi kuni ikkita. Ha, hammasini nima qilamiz? Qo'shib chiqamiz. 19-kuni 9 ta, 20-kuni 20 ta pastroq qilamiz. Murod, xolos. Endi sherik 1 dan 20gacha nechta son bu? O'ntasi 20 ta son bormi? Birinchisi bilan oxirgisidan sherik qilsak, nech bo'ladi? 20. O'nta juftlik. Qarang, 20 ta son ikkita partiyaga qo'yib chiqsak, 10 ta partiya bo'ladimi? 10 ta partiya, har bitta partiya necha bo'libdi? 21. 21. 10 ta 21. 200. Bunga mana formula qilib bergan 1 2 3 1 dan n-gacha bo'lgan sonlar yig'insini top desa, birinchisiga oxirgisini qo'shasizlar, 2 ga bo'lasizlar, n ga nima qilasizlar? Ko'paytirasizlar. Mana bu ham shunday bo'ldi. n nurga necha keldi bergan? 20 keldi. 1 ga 20 ni qo'shib 20 ga ko'paytirib 2 ga bo'ldik. 1 ga 20 ni qo'shsak 21 mi? Bu 20 2 ga bo'lsak nechi? 10. Mana o'sha. Ana o'sha 20. Bu formulasi, lekin formula kerak emas. Oson narsa bu. Sherik qilib o'rgansalar. Ish. Işte. Qaranglar. 3 8 7 9 1 4 3 sonidan shunda 3 ta raqam o'chirildiki, natijada eng katta son hosil bo'ldi. Hosil bo'lgan sonni toping. 3 ta raqam o'chirishimiz kerak, eng katta son bo'lishi kerak. Qaranglar, eng katta bo'lish uchun boshdagi raqam maksimal katta bo'lishi kerak. Masalan, boshdagi raqam 9 qilib bilamizmi? Ana shu o'chiramiz. Boshqa variantimiz yo'q. Chunki boshdagi raqam qancha eng katta bo'lsa, sanab shuncha katta bo'ladi. Boshqa variant yo'q, qayerdan o'chiramiz? Agar bir boshdan o'zi 3 ta o'chirishga haqqim bu. 3 ta raqamni o'chirmasam boshdagi raqam 9 qila olmayman. Birini o'chirsa bo'ladi. Hayır, mana o'ldir 9 ni bir hosil qildim ha. Hayır, birini o'chiramiz deyaptilar, keyinchi. Keyin joy Almashtirish mumkin emas. Demak, sen 9 bilan o'shanaga son qila olmaysan, demak bundan kichigi kattasi yo'q. 3 ta raqamni o'chirib eng katta 9 ning 100
Qiruvchi nasıl qilish mumkin? Endi 101 dan bu yo'g'ini ichib beraman, iqtidor bilan hammasini. 101 savol. 1 dan nechaga hisoblang debdi? 200 gacha. 199 va mana o'sha formula. Endi yo'niga necha kelyapti? 200. Yana sherik qilamiz. Qarayli. Sinfga 200 ta son kirib keldi. 200 ta sonni ikkita qo'yib tursak, bitta parta ikkitadan o'tiradi-ku. 100 ta parta bo'ladimi? Birinchisi oxirgisi necha bo'ladi? 201. 2 bilan 1 yo'q. 201 dan nechta? 100 ta. 20 100. Mana javob. 102-inchisi. Yo'q. 103. A teng 1, 3, 5, 25. B teng 4, 12, 20, 100. Bizaga B taqsim A ni so'ragan. B ni o'rniga ifodani yozaman. 4, 12, 20 plus 100. A ni o'rniga yozaman. 1, 3, 5 plus 25. Qarang o'quvchilar. Ko'paytirishda ajrashtirma bo'ladimi? Mana bu suratda hammasidan 4 chiqadimi, qavs tashqariga? 4 kara 1, 4 kara 3, 4 kara 5 demak 4 chiqsa 1 qoladi, 12 ni o'rniga 3 qoladi, 20 ni o'rniga 5 qoladi, 4 chiqsa, to'g'rimi? Oxiri 100 dan 4 chiqsa, ana mahrajdan 1 qilib berib qo'yildi. Mahrajdan qisqaradi. Javob necha ekan? B taqsim A imiz 4 ga teng. Tushunarlimi? Yozing endi. Nechaga keldik? 103 mi? 103-inchisi. Masala ekan. Futbol to'pi sotib olish uchun bir nechta bola 12 ming so'mdan pul yig'moqda edi. Yana ikkita bola kelib qo'shilgandan keyin to'p sotib olish uchun har bir bola 10 ming so'mdan berishi yetarli bo'ldi. Masalan, 50 ming so'm bo'lsa deb narx 50 ming so'm. 4 ta kishi ish bilan yig'adi 12,5 mingdan, 5 ta kishichi 10 mingdan yig'adi. Odam soni qancha ko'p bo'lsa, shunchadan kam pul tushadi. Endi 12 ming so'mdan ikkita bola pul yig'ibdi dedi. Bilmaymiz nechta bola borligi. 12 mingdan ikkita bola pul yig'ib, A so'mga ko'p tok sotib olmoqchi edilar. Endi ikkita bola kelib qo'shildi. 12 mingdan emas, mingga bor ekan, o'shdan nol yozaylik. Endi 12 mingdan emas, 10 mingdan tushlik odam soni ikkitaga ortdi. Lekin ko'p tok narxi o'zgargani yo'q, o'sha A so'mlikcha turibdi. Ikkitani bir-biriga nima qilamiz? Tenglashtiramiz. 12 ming ko'paytirilgan x teng 10 ming ko'paytirilgan x plus 2. Tenglamani yechimdan topamiz. X ni, ya'ni bolalarni sonini. Mana bu 3 ta 0 bilan 3 ta 0 qisqaradi. 12x teng 10x plus 20. 2x teng 20. Nechta bola bor ekan? 10 ta. Ko'p tok nech pul ekan? Xohlaganini qo'yinglar. 10 kara 12 masalan 120 ming so'm ekan. 120 ming so'mga futbol to'p sotib olmoqchi ekan. Nechta bola? Bizga nima so'ragan? To'p narxi qancha? To'p narxi 120 ming so'm. 104. Ikki sonning yig'indisi 4675 ga teng. A plus B 4675. Yani ikkita son A va B. Qo'shiluvchilardan biri 0 raqam bilan tugaydi. Agar shu raqam o'chirilsa, ikkinchi qo'shiluvchi hosil bo'ladi. A, B, C 0. 0 o'chirsalar A, B, C qoladimi? Shu ikkovini qo'shiblar javobi 4675 chiqibdi. Boshqa o'tirma. Bu sonlarni toping. C teng nechi? 5. Nimaga aynan 5? 0 Chunki 0 ga 5 dan boshqa sonni qo'shsak to'g'ri kelmaydi. C teng 5 topdi. Yaxshi. Endi bu 5 bo'lsa 5 ga nechini qo'shsak oxiri 2 ni qo'shsak 7 chiqadimi? B teng nechi? 2. B teng 2. 2 ga nechini qo'shsak 6 chiqadi. 4. Ana tamom chiqdi. Qaysi son ekan? Bizga nima so'ragandi? Berilgan sonlarni, ikkita son berilgandan A, B, C 0, A, B, C. Birinchisi 4, 2, 5, 0, yani 4250 plus nechi? 425. Ikkita sonni topdik. Birinchisi 4250, ikkinchisi 425. 105-inchisi. Yana ikki sonning yig'indisi 700 ga teng debdi. Ikkita son A bilan B qo'yishsak necha chiqaygan? 700. Agar birinchi sonni 5 marta, ikkinchi sonni 2 marta orttirsak, 5A 2B. Yig'indi hosil bo'lgan son yig'indisi 2900 bo'ladi.
Berilgan sonlarni to'p. Ha, bu unaqa tenglama sistema. Sistema qilmaslar desak biladi. Tepadan A ni to'plasizlarmi? A teng nimaga? 700 ayrilgan mana bu yerga keltirib qo'yamiz o'rniga. 5 ko'paytirilgan A ni o'rniga 700 ayrilgan B. Ha, tenglamani yechsak B chiqadimi? Shukur. Mana bu testni aytib ber. Telefonga. Tenglama yechamiz. 5 kare 700. 3505B plus 2B 2900. Minus u biladi yo'q qo'ysa 3B mi? 3,5 mingga 2900 ayrilgan. 600. B teng necha ekan? 200. A necha bo'ladi 200 biz? 700 dan 200 ayrilsa. 500. Ikkita son topdikmi? Nimani so'radi? Berilgan sonlarni to'p. Bo'ldi, topdik. Bittasi 500, bittasi 200. 106. Birdan 2024 gacha bo'lgan natural sonlar bitta son ko'rinishda bir qatorda yozilgan. 1, 2, 3 2023, 2024. Xo'p, ketma-ket yozilgan 100 ta raqam, raqam yig'indisi eng kamida nechaga teng bo'lishi mumkin? Qarang o'quvchilar. Birdan 2024 gacha yozib chiqqanlar, katta son usul bo'lgan. Savolga e'tibor qilinglar. Ketma-ket kelgan 100 ta raqam yig'indisi eng kamida nechaga teng bo'lishi mumkin? Arasidan 100 ta talab olishimiz kerak ketma-ket kelgan. Yig'indisi eng kamida necha bo'lishi mumkin deyapti. Eng kam bo'lish kerak yig'inda. Uchun bizga 0 la kerak bo'ladi. Ularni qandayidan boshlaymiz? Nechidan boshlaymiz? Birdan boshlaymiz. Birdan 100 gacha olamizmi? Katta chiqib ketadi. 100 dan boshlang masalan 0 bor. Butunligi. Uyna yuzachmaydi. Xo'p. Ketma-ket kelgan 100 ta raqam yig'indisi eng kamida nechaga teng bo'lishi mumkin deyapti. Xo'p, 1000 dan boshlasak-chi. 1000, 1001, 1002. Birdan 1100 gacha boradimi? Bitta 1 ziyod bo'laygan, ha? 100 dan boshlasak ham shu 1 dan boshlagan bilan bir xil bo'laygan undan ko'ra. Ketma-ket kelgan 100 ta, ha? Ketma-ket kelgan 100 ta raqam yig'indisi eng kamida nechaga teng bo'lishi mumkin deyapti. Ketma-ket kelgan 100 ta raqam yig'indisi eng kamida 100 ta raqam deyapti. Men 1000 dan boshlasak deyapman o'quvchilar. Ana bu yerda 4 ta raqam. Biz 1025 gacha olsak bo'ldi. 1025 gacha 4 tadan nechta raqam bo'ladi? 100 ta raqamlar qarab. 1000, 1001, 1002 har bittasi nechta raqam bu? 4 tadan. Qara, o'zi 3 taga nechta bo'ldi? 12 ta bo'ldi. Oxiriga yozib ketam 1024 gacha nechta bo'ladi? 0 dan boshlab bitta o'qi. 0 dan 24 gacha 25 ta bormi? 1024 ga to'xtaymizmi? Ana shu har bittasi 4 tadan, 4 xonadan. Nechta bo'ladi shergacha? Ketma-ket 100 ta raqammi? Shuni yig'indisini topishimiz kerak. 24 ta 1, 25 ta 1. Boshidagi birlar. To'g'rimi? 25 kara 1 plus qolgani 1 dan nechigacha? 1 dan 4 gacha qo'ysak bo'ldi. 1, 2, 3, 9 gacha qo'shib kelamiz. Nech bo'ladi? 45 bo'ladi. Xuddi 1 dan 24 gacha sonlarni nimasini topishimiz kerak bizlar? Raqamlari yig'insini topishimiz kerak. 10 dan 19 gachachi. 10 ta 1 bor. Plus 1 dan 9 gacha 45. 20 dan boshlab 24 gacha. 20, 21, 22, 23, 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta 2 bor. 12 bo'ladi qo'ysak, 1 ga 3 qo'shinglar. 4, 4 ga 4, 8. 20 bo'ladi. Endi hammasini qo'shamiz. Bu 25 ta o'zi bo'ldi. Bu 45 bo'ldi. Bunisi 45 plus 10 bo'ldi. Bunisi-chi? 20 bo'ldi. Qo'shsak nech bo'ladi? Aniqmi? Topdik. Eng kam nechi bo'lagan? 145. Tushunarlimi? Bundan kami yo'q. Mana qaranglar. Birinchi sanani bo'ldi. Birinchi sanani juma desak 5 ta juma bo'ldi, to'g'ri kelmadi. Ikkinchi sanani juma desak 5 ta bo'ldi, to'g'ri kelmadi. Uchinchisini juma desak yana 5 ta bo'ldi, to'g'ri kelmadi. To'rtinchisiga 4 ta bo'ldimi? To'rtinchi sana juma bo'lsa qachon dushanba bo'ladi?
5-chi sana shanba, 6-chi sana yakshanba, 7-chi sana dushanba. Keyin 15, 22, 29. 20-chi qarang, 22-kuni nima bo'ladi? Dushanba. 21-chi nima bo'ladi? Yakshanba. Bizlar nima so'ragandingiz? Ha, 14 bo'ladi-ku. Bu nechi bo'ladi? 21 bo'ladi. Bunisi 28 bo'ladi. 20-chi sana nima bo'ladi keyin? Yakshanba bo'ladi. 21 dushanba-ku. Tushundingizmi? Shunaqa masala kelsa har doim birdan boshlaysiz o'quvchilar. 1 2 3 o'zi boshiga qo'yib qo'yadi. 108. 100 ta natural son yig'indisi oldinga qarab o'tdi. Misolingga yech. ishlayman. Ishlab bo'lganingga yech. 100 ta natural son yig'indisi 103 ga teng. Bu sonlarning ko'paytmasining eng katta qiymatini toping. Qaranglar. 100 ta natural son o'quvchilar yig'indisi 103. Ko'paytmasi eng katta bo'lishi kerak. Ko'paytmasi. 100 ta natural son o'ylanglar, qo'yishsak 103 bo'lsin, ko'paytmasi eng katta bo'ladigan. O'ylanglar nima qilsak biladi. Yo'q, ko'paytmasi eng katta bo'lishini bo'shtaklar ham katta bo'lishi kerak. 100 ta natural son. Ha. Birdan 100 ta bo'lishi uchun 103 bo'lishi uchun masalan nima bo'lishi mumkin? 99 ta 1 bo'lishi mumkin. Plus 4 bo'lishi mumkin. Qo'shsak nechi bo'ladi? 99 ta 1, 99 ta natural son bo'ladi. 4 bilan 100 ta natural son. 100 ta natural son yig'isi nechi? 103. Lekin buni ko'paytmasi nechi bo'ladi? 4 bo'ladi. 199 ta 1 ni ko'paytirsak, 1 chiqadi 1 kara 4. 4. Lekin biz ko'paytma nima qilishimiz kerak? Eng katta chiqarishimiz kerak ko'paytmani. Xo'p. Yo'q, 100 ta natural son ishtirok etish kerak. 98 kara 5 bo'ladi. 98 kara 5? 98 ta 1 Ha. ko'paytirilgan 5. 5 bilan ko'paytmas? Ha, yana eng kattasini o'ylash kerak. 90 Eng kattasini o'ylash kerak. 103. 98 ta 1 plus yo'q, 98 ta 1 desang agar, yig'in 98 bilan 2 ta natural son kerak. Qo'shishdan necha bo'lish kerak? 103. 98 ga ichini qo'shsak 103 chiqadi. 5 dami? Bir 2 plus 3 qo'yish kerak. Keyin 103 chiqadi. Endi ko'paytmasi necha bo'ladi buni? 6 bo'ladi. Biz eng kattasini topishimiz kerak. 97 ta 1 qo'ysak-chi? 5 bo'ladi. Keyin 98 ga 5 ni qo'shsang 103. Yo'q, 100 ta bo'lish kerak-da. Sen 99 qilib qo'ygan bo'lasan bitta 5 yaqin qilsang. Endi men 97 ta 1 olaman. Yana o'sha son olishim kerakmi? O'sha son olishim kerak. Qo'shsam necha bo'lish kerak? 103. Necha olaman? 2 2 2. Qo'shsam 103 bo'ladimi? 97 ga 6 ni qo'shsam 103 bilan ko'paytmasi necha bo'ladi? 2 kara 2 4 4 kara 2 8. 1 bilan kamaytirsam 96 ta qilsam. Yana 4 ta natural songa yaqin bor. 96 ga nechini qo'shsam 103 chiqadi? 7 ni. Yig'indisi 7 ga teng bo'ladigan sonni aytinglar mana. Yo'q, endi 2 2 4 ta son ishlash kerak. 3 ta 2 bitta 1 deyishlaringiz mumkin. Baribir necha bo'ladi? 103 bo'ladi, ko'paytirsak 8. Demak, 8 dan oshib ketolmaydi. Eng kattasi necha bo'lib ekan? 8. Qaysiga? 2 2 2 3 ta 2 ni qo'shsang 6, 96 ga 6 ni qo'shsang. Bunga ham 3 ta 2 ni qo'shsang 6, 97 ga 6 ni qo'shsang 103. Demak, eng ko'p necha bo'lgan ko'paytma? 8 dan oshib ketolmaydi hech qachon. Tushunarlimi? Yaxshi. 109. Ana, kitob betlarini sahifalash kerak, qarang. Kitob betlarini sahifalash 3-betdan boshlanadi. Kitobni sahifalash uchun 1042 ta raqam ishlatildi. Kitob necha betlik? Qaranglar. 3-betdan sahifalashni boshlagan to 9 gacha bir xonalik sonlarmi? Nechta ishlatadi? 7 ta. 7 ta. 3 dan 9 gacha jami nechta son bor? 7 ta son ishlatdilar. 10 dan boshlab 99 gacha nechta ishlatadilar? 90 ta 2 xonalik raqam. Jami 180 ta nima ishlatilgan? Raqam ishlatilgan. Endi bu 1042 ta raqam ishlatilgan deyapti. 100 dan boshladi. To necha x gachadir nima qildi? Raqamlab keldi. Sen ana buni qayerdan topding? 180 ligini. 99 dan 10 ni ayirding. Javobiga 1 ni qo'shding, keyin 2 ga ko'paytirding, 2 xonali bo'lgani uchun ha? Berayapman qilasan. Oxirgi sondan 100 ni ayirib, javobiga 1 ni qo'shib 3 ga ko'paytirasan. Nechta raqam borligi chiqadimi? Chunki har bittasi necha xonalik?
3 qoladi. Ana shu 3 javoni ham qo'yishsang 1042 ta chiqadimi? Ana shundan nima topib olamiz? Birinchilikda Ikki topamiz. 7 qo'shilgan 180 qo'shilgan x ayru 99 bo'ladimi? Ko'paytiruv 3 teng 1042. 187. Hayır. 1042 dan 187 tane. 187 tane. 5 3 8 ketsa. Yana 5 9 855 mi, to'g'rimi? 12 13 14 9 10 to'g'ri. 855 3 ga bo'ling. 280. 95. Necha bo'ladi 3 ga bo'lsalar? 280. 285. Aniqmi? Ha. X teng necha? 285 qo'shilgan 90 14 4 Kitob necha betlik ekan? Endi ana shunaqa masalalar kelsa o'quvchilar 380 dan chiqarding-ku. O'zingga ishonmasang mabodo, hatto deb hech qo'ymasang, qayt tekshirib ko'r. Chap pastiga masala bersam, savol bersam sizlar. Kitob 3-betdan boshlanadi. Kitob 384 betlik. Shu kitobni sahifalab chiqish uchun jami nechta raqam ishlatilgan desam. 3 dan 9 gacha deysan, 7 ta raqam ketadi deysan. 10 dan 99 gacha 90 kare 2 180 ta raqam ishlatiladi deysan. 100 dan 384 gacha 284 285 kare 3 15 24 25 ana bu da 850. shuncha raqam ishlatiladi deysan. Keyin hammasini nima qilasan? Qo'shib chiqasan. Javobi necha chiqadi? 1042 demak to'g'ri echkan bo'lasan. Kitob 384 betlik. Tushunarlimi? Avloq. Xo'p. Birinchisi qaranglar o'quvchilar, oxirgisi. Maktab o'quvchisi 100 gacha bo'lgan natural sonlarni bir qatorda ketma-ket bitta son kabi yozdi, qaranglar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 va hokazo 98 99 100. Katta son qilib yozdi. Keyin qaranglar nima qilibdi. Bu sonning toq o'rinda, toq sonlar emas, toq o'rinda turgan raqamlarni o'chirdi. Bu sonning toq o'rnida turgan raqamlarni o'chirdi. Keyin yana hosil bo'lgan sonning toq o'rnida turgan raqamlarni o'chirdi. Yana o'chirdi. Oxirgacha o'chirib bordi. Oxirga qolgan raqamni toping deganmiz. Oxirgi qolgan raqamni qaranglar. O'rinlab chiqsak buni nechta o'rin bo'lib ketadi bu? 9 tasi 9-o'ringacha. Ana bu o'rinni biri qaysi o'ringa turadi? 10-o'rinda turadi. 0-chi? 11-o'ringa. Bu 12-o'rin, 13-o'rin, 14-o'rin, 15-o'rin, mana 1 16, bunisi 17. 100 gacha nechta bo'ladi? Nechta o'rin bo'ladi? O'yindan mushloq. Qaranglar, 1 dan 9 gacha 9 ta dedik o'zi. Nechta raqam bo'lgan topsalar shuncha o'rin bo'ladi-da. 1 dan 99 gacha 9 ta, 10 dan 99 gacha. 180 ta, 100 ni o'ziga 3 ta. Qo'shsak nech bo'ladi? 192. Jami nechta o'rin bo'lar ekan? 192 ta o'rin bo'lar ekan. Ana bu 0. 192-o'rinda turibdi, bu 0. 191-o'rinda 1. 193-o'rinda turibdi. Ha, oxirgisi 192-o'rinmi? Eng oxirgisi. Hozir sanadik-ku. 1 dan 100 gacha nechta raqam ishlatiladi? 192 raqam ketdimi? Demak 192-o'rinda har bitta raqamga bitta o'rin kerak bo'ladi. 192 ta raqamga 192 ta o'rin kerak. 192-chi, 191-chi, 190-chi. Endi biz toq o'rinda turganlarni o'chirib chiqamiz. Toq o'rinlarni o'chirib chiqamiz. Xo'p, 1 3 5 bitta o'chiramiz. 7 9 keyin qani 11-o'rinni o'chadi, 13-o'rinni o'chadi, 15-o'rinni o'chadi, 17-o'rinni o'chadi, oxirga borib 191-o'rinni o'chadi. Nimalar qoldi bizda? 2 qoldi, 4 qoldi, 6 qoldi, 8 qoldi. Keyin 10-o'rin qoldi, 12-o'rin qoldi. O'rin haqida gaplashamiz endi. Ana bu yoqdagi raqamga ishimiz yo'q. Bu o'rin bo'ladi, tushundingizmi? 14-o'rin qoldi, 16-o'rin, oxiriga borib 192-o'rin qoladi. Yana o'chirib chiqsak, 2 o'chadi. 6 o'chadi, 8 o'chadi, 14 o'chadi. Nimalar qoladi? 4, 8, 12 qolmayapti aytinglar. Oxiri 192 qoladi. Bu yoqqa nechiga karali sonlar? 2 ga karali sonlar, 4 ga karali sonlar, keyinchi yana o'chirib chiqsak. 8 qoladi, 16 qoladi,
192 qoladi. Endi 8 ga kiradi sona qoladi. 2, 4, 8 kengisi 2 ga ko'payib ketyapti. Keyin necha ga kiradi sona qoladi? Ko'pdan oldi kiradi sona, to'g'rimi? Keyingisiga 32, 32 ga ham kiradi sona 32, 64. Ko'pda. 4 5 ta bu. Keyin 32 dan keyin nechta bu 64 da kiradi sona 192 gacha? 3 ta bu. O'shani yozamiz. 64 da kiradi qoladi. 64 qoladi, 128 qoladi. Toqlarni o'chirsak. Bu bilan bu toq bo'ladimi bu yerda? Qaysi qolay ekan? 128-o'rindagi nima qolay ekan? Raqam. Biz o'sha ana bu 1 dan 100 gacha yozilgan sonni 128-o'rnida qaysi raqam turganini topsak javob chiqadi. Bizga oxirida qolgan raqamni toping degan. Oxirida nechinchi xona qolar ekan? 128-xonadagi raqam qolar ekan. Shuni topsak bo'ldi. Qo'yib topamiz. 1 dan 9 gacha. 9 ta o'ndan. Endi o'ndan x gacha boramiz. Chunki agar 99 gacha borsang 189 bo'lib ketadi, to'g'rimi? Biz 128-xonadan topishimiz kerak. X bo'lsa, x ayrilgan 10 qo'shilgan 1 ko'paytirilgan nechi? 2 mi? Shu 2 ni qo'shsak nechi chiqadi deyapti. Kitob betlari 128 chiqadi. 9 qo'shilgan x ayru 9 qo'shilib ko'paytirilgan 2 teng nechiga? 128 ga. X ayrilgan 9 ko'paytirilgan 2 teng 128 dan 9 ayrilgan. 19 mi? 109. 2 ga bo'linglar. Bu 9 ni aytamiz o'zarcha. 2 ga bo'linglar. 59 bilan bu 9 mi? 59 qo'shamiz keyin. X nechi bo'ladi? 68. 68 raqam chiqibdi, ha? Endi qaytib so'raymiz qaranglar. 1 dan 68 gacha yozsak, 1 2 3 nechta xona ketadi, ya'ni nechta raqam ketadi? Hisoblanglar. 1 dan 9 gacha 9 ta raqam ketadi, 10 dan 68 gacha. 68 dan ayringlar. 58 1 ni qo'shinglar. 59 kare 2. 1 dan 8 ga 9 qo'shinglar. Demak, ana 68 8 nechi raqam to'lgilagan? 127. Bizga nechi kerak? 68 dan 69 keladimi? Ana 6 nechinchida to'lgiladi? 128 raqammi? Biz 128 raqam qoladi dedikmi? O'sha raqam nechaga teng ekan? 6 ga. Javob nechi bo'lar ekan? 6. Oxiriga 6 raqam qo'yilgan. Toq o'rnakni o'chirib chiqaversa 6 raqam qo'yilgan. Tamom.